Jamoat transporti qo'yilganidan minnatdormiz. Vaqti keladi, bir kunda ikkita joyga borishga to'g'ri keladi. Yo'l kiralar qimmatlik qiladi-da. Vaqti kelsa 40 ming, 60 ming ham ketadi-da bir kunda. Oralig'i yaxshi, narxlari ham, plastik karta ham, ishlaydigan ishchi xodimlarga ancha qulaylik bo'ldi-da. Yugurib 5 mingdan 10 ming ketadi. Taksida kelardik-da, bunaqa transport bo'lmasdi. Hamma majbur bo'lar taksiga. Taksilar bizdan bir so'm ham kam emas. 4 ming bersangiz ham 5 ming qoladi, bir avtobusga ham 5 ming. Bu to'rt avtobusga ham 5 ming turadi. Shunchalik farovonlikni yaratyapti prezidentimizga ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarimiz shunaqangi yurtda yashayotganiga behisob shukr. Avtobus qo'yganidan Qo'yishgan. Har kuni qatnaydiganlarga yaxshi. Oldin taksida yurardik, 5 mingdan edi. Hozir bu yaxshi. Mana plastik bo'lsa 1700 ekan. Naqd bo'lsa 3 ming ekan yaxshi. Qorli kunlarda, sovuq kunlarda narx oshib ketadi. Avtobus bo'lgani yaxshi bo'ldi. 5-10 minut kutdim. Tez keldi avtobus yaxshi. shaharga tushsak aytardimda, men qishloqni odamlar odam emasmi? Nega qo'ymaskina dedimda, qo'ygan bo'lsa otasiga rahmat, omadinglarni bersin. Studentlarga yaxshi, o'quvchilarimiz bor qancha. Biz bilan chiqqanda mazada tengina ketamiz. Sharoitlar juda ham zo'r. Ya'ni yoshlarimiz ham bundan juda ham mamnun. Hozirda biz Yangi O'zbekiston bog'idan qaytmoqdamiz. Repetitordan qaytib o'tganimizda juda ham kech bo'lib ketardi. Ham mashina ham, taksilar ham qimmat ko'rardi. Avtobus soat 6 dan 10 gacha yurar ekan. O'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz.